Assalomu alaykum qizlarjonlar. Bugun sizlar bilan mana bunaqa qishga bodring yopamiz. Bismillah deb boshlaymiz. Tak qizlar, endi bodring to'g'irlab olamiz. Bunda po'pchikasini, boshini chuchut olamiz. Bodringni muzdek suvga 4 soatga zamachit qilib qo'yganman. O'zbekchasiga esimdan chiqdi nima deyilishi. Kamida 4 soatga muzdek suvga. Atak вообще idealni bo'ladi. Agar kechasi qo'yib qo'ysanglar, ertalab yopib tashlaysizlar. Shunaqa qilib bodringlarni tozalab olamiz. Tak qizlar, marinad uchun suvim sovuq, hali yoqmaganman. Sovuq suvga qilasizlar marinadini birinchi o'rinda. Tak, tuz, shakar, уксус, семена горчицы, именно семена kerak qizlar. O'zim ham zo'r topdim, yolg'on bo'lmasin. И обязательно 2 dona lavrovый list kerak bo'ladi qizlar. Mana marinadimizni qilib oldik. Endi buni yoqamiz, qaynatishga qo'yamiz. Mana qizlar, marinadimiz qaynadi. Shaqillab shuna qaynashi kerak. Endi bodringlarimizni solamiz. Akkuratno, qo'limizdan kuydirmasdan. Akkuratno, lekin chaqqon. Agar bodringlar katta bo'lsa, bunday gigantskiy bodringlar bo'ladi-yu, o'shalarni 4-5 taga bo'lib, o'zingizga udobni qilib, o'zga yoqadigan shaklda to'g'rasangiz ham bo'ladi, bemalol. Tak qizlar, mana bodringlarni soldik. Mana endi qaranglar. Важный момент, e'tibor beramiz. Mana suvga bo'kdi и ровно, mana suv hozir qaynaydi-yu bodring bilan. Ровно 1 minut qaynatamiz qizlar. 1 minut. Uzog'i 1,5. Uzog'i sizlarga bonusi bilan 1,5. Undan ko'p, chunki anaqa yumshoq bo'lib qoladi bodringlar. Mana 1 minut qaynatinglar, qisir bo'lib chiqadi, xudo xolasa. Mana qizlar, suvim qaynagandan keyin bodring bilan yana 1 minut qaynadi suvda. Endi bodringlarni tez yopib tashlaymiz. Gazni o'chiramiz. Akkuratno bonkalarimizga solib, birinchi bodringlarni, keyin ustidan marinadini quyib yopib tashlaymiz. Mana qizlar, yopib bo'ldik bodringimizni. Xudo xolasa otmaydi, uyaltirib qo'ymaydi. Hammaga rahmat, like, podpisatsiya qilishni unutmanglar. Agar savollar bo'lsa, kommentariyada обязательно yozinglar, javob beraman.